Yo, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha Shadow Gaming. Bugun biz sizlar bilan ekranlarga turgan Minecraft o'yinini o'ynab maza qilib qoldiq chiqarishga harakat qilamiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olgan bo'lsangiz, biz o'yinni boshladik. Men ota-onamsiz bir kunimni o'tkazaman. Ota-onam ketishgan. Shunday ekan, men zerikib yotoqxonamga kirdim va undan keyin esa men afsuslanib qoldim. Bu ishni bekor qildim deb. Afsuslanganlar ko'p bo'lsa kerak. Tugadi. Ha ha ha.